Assalomu alaykum. Innovatsion rivojlanish strategiyasida belgilangan vazifalarning ijro holatiga oid ma'lumotlarni taqdim etamiz. 2022-2026 yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasi ilmiy innovatsion salohiyatni oshirish, inson kapitalini rivojlantirish, innovatsion infratuzilmani takomillashtirish va hududlarda innovatsiyalarni rag'batlantirishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Shu strategiya bilan 18 ta maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan bo'lib, mazkur ko'rsatkichlar innovatsion rivojlanishning asosiy yo'nalishlari va mexanizmlarini aniqlashda, shuningdek strategiya ijrosi samaradorligini monitoring qilish va baholash jarayonida asosiy mezon sifatida foydalaniladi. 2024-yil yakuniga ko'ra O'zbekiston Global Innovatsiya indeksi reytingida 133 ta mamlakat orasida 83-o'rinni egalladi. O'zbekiston Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqasidagi 10 ta mamlakat ichida 4-o'rinni egallab, innovatsiyalar sohasida milliy iqtisodiy rivojlanish darajasiga nisbatan yuqori ko'rsatkichga erishdi. Hisobot davrida innovatsion faoliyat infratuzilma subyektlari soni 55 taga yetkazildi. Jumladan 17 ta texnologik park, 19 ta biznes inkubator va akselerator, 14 ta innovatsiya markazi, 3 ta texnologiyalar transferi markazi, 1 ta innovatsion klaster va venture fond faoliyati yo'lga qo'yildi. Innovatsion faol tadbirkorlik subyektlari soni 239 tani tashkil etib, respublika bo'yicha jami innovatsion faoliyatni olib boruvchi tashkilotlar soni 1250 taga yetkazildi. Bugun ilmiy hajmdor mahsulotlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan yangi innovatsion spin-off korxonalar soni 22 tani tashkil etmoqda. Mazkur korxonalar faoliyati doirasida 136 ta yangi ish o'rni yaratilib, 35 ta yangi mahsulot hamda 18 turdagi xizmat ko'rsatish faoliyati yo'lga qo'yildi. 2024-yilda umumiy eksportda yuqori texnologiyali mahsulotlarning tashqi bozorga eksportdagi ulushi 4% ga yetkazilib, 4% yetkazish rejalashtirilgan edi. Amalda ushbu ko'rsatkich 6% ni tashkil etdi. 2024-yil davomida ichki va tashqi bozorlarda muvaffaqiyatli tijoratlashtirilgan ilmiy ishlanmalar soni 312 tani tashkil etdi va rejaga nisbatan 113,5% ga yetkazildi. Agentlik tomonidan moliyalashtirilgan tijoratlashtirish va startap loyihalari doirasida xususiy sektorning ishlanma va tadqiqotlarga investitsiyalari hajmi rejaga nisbatan qariyb 800 million so'mga oshdi va 5 milliard 510 million so'mni tashkil qildi. Ilmiy tadqiqot loyihalari doirasida 10,82 million AQSh dollari miqdorida tashqi beg'araz grant mablag'lari jalb qilindi. Agentlik tomonidan moliyalashtirilgan tijoratlashtirishgacha tayyorlash va tijoratlashtirish loyihalari doirasida yaratilgan yangi ish o'rinlari soni 13,733 tani, rejaga nisbatan 101,7% ga yuqorini tashkil etdi. Mamlakatimizda tadqiqotlar va ishlanmalar uchun yalpi xarajatlar jami 4 trillion 581 milliard 616 million so'mni tashkil etdi. Mazkur ko'rsatkich respublikaning 2024-yilgi yalpi ichki mahsuloti prognoziga nisbatan 0,40% ga yetdi. 2023-yilda yaratilgan yangi texnologiyalar soni 93 tani tashkil etgan bo'lib, 2024-yilda respublikada turli sohalarda amalga oshirilgan loyihalar natijasida yaratilgan ixtiro va foydali modellar sifatida 119 ta texnologiyalar patentlandi va tegishli davlat reyestri ro'yxatiga olindi. Ushbu patentlarning 83 tasi oliy ta'lim muassasalari, 28 tasi ilmiy tashkilotlar hamda 8 tasi xususiy sektor va boshqa tashkilotlar tomonidan olingan. 2023-2024 yillar davomida jami yaratilgan yangi texnologiyalar soni 212 tani tashkil etdi. Ro'yxatga olingan ixtiro patentlarining soni jami 263 taga yetdi. Shundan O'zbekiston rezidentlari tomonidan 189 ta hamda xorijiy yuridik va jismoniy shaxslar nomiga 74 ta ixtiro patent olingan. 2024-yil yakuniga ko'ra
oliy ta'limdan keyingi ta'limning muvofiqlashtiruvchi yagona elektron tizimi daraja.ilmiy.uz platformasida qabul qilingan ilmiy tadqiqotchilar soni 22.905 nafarni tashkil etdi. Rejaga ko'ra mazkur ko'rsatkichni 18.000 nafarga yetkazish belgilangan edi. Mazkur tadqiqotchilarning 10.596 nafari doktoranturada, 483 nafari stajyor tadqiqotchilikda va 11.826 nafari mustaqil tadqiqotchilikda ilmiy tadqiqot faoliyatini olib bormoqdalar. Tadqiqotchi olimlar o'rtasida nashr etish faoliyatini rag'batlantirish doirasida Web of Science ma'lumotlar bazasida maqolalar soni 1649 taga yetkazildi. Tadqiqotchi olimlar o'rtasida strategiyani amalga oshirishning hududlar kesimida maqsadli ko'rsatkichlarga erishish yuzasidan 2024-yilda quyidagi ishlar amalga oshirildi. Innovatsiya markazlar soni 216 taga, texnologik innovatsiyalar bilan shug'ullanuvchi mahalliy sanoat korxonalarining soni 265 ta, hududda yaratilgan yangi texnologiyalar soni 192 ta, ro'yxatga olingan yillik patentlar soni 165 ta. Xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirilgan ilmiy, innovatsion va texnologik loyihalar soni 92 ta. Startaplar soni 531 taga yetkazildi. Mazkur yo'nalishda olib borilayotgan ishlarga oid ma'lumotlarni kelgusida yana taqdim etib boramiz.